Qisqasi, GTA 6 o'yinini kutayotganlar uchun noxush xabar. Rockstar kompaniyasining ushbu o'yini relizi yana kechiktirildi. O'yin shinavandalari endilikda uni 2026-yilning 19-noyabrida yuklab olib, o'rnatib, o'ynab ko'rishlari mumkin bo'ladi. Hozircha balki bundan ham kechiktirilishi mumkin. Ammo mana shu xabar ortidan o'yin ishlab chiqaruvchi kompaniyaning aksiyalari bir daqiqa ichida 11% ga, taxminan 5 milliard AQSh dollariga tushib ketdi. Bu GTA 6 o'yinining kechiktirilishi bo'yicha birinchi yangilik emas. Bundan avvalroq ham o'yin premyerasi bir necha bor qoldirilgandi. Internetda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu o'yin ustida butun boshli hindlarning armiyasi ishlayapti. Aniqrog'i, Rockstar kompaniyasining India studiyasi loyiha uchun 1615 nafar xodimini jalb qilgan. Asr o'yini deb atalayotgan GTA 6 ustida jami 10 ta studiya ishlayapti. Lekin eng katta jamoa aynan Hindistonda. Taqqoslash uchun asosiy Rockstar North studiyasida atiga 1215 kishi bor xolos. Xullas, bunaqangi kechiktirilishlardan keyin GTA 6 o'yinidan juda katta narsalarni kutib yuborsak ham bo'ladi bizningcha.